Bilasizlarmi, har bitta odamda qanaqadir super qobiliyat mavjud. Kimdir boy, kimdir aqlli, kimdir ishbilarmon, lekin shunaqa odamlar bor, umrida gaymarit bo'lmagan, angina bo'lmagan, hattoki qulog'i og'rib, doktorga murojaat qilmagan. Bunaqa odamlar hattoki umrida lo'r ko'rigiga bormagan. To'g'ri, tomog'i og'rigan bo'lishi mumkin yoki burni oqqan bo'lishi mumkin, lekin bu aynan lo'r kasali emas, pediatr yoki terapevt ham davolasa bo'ladigan kasal hisoblanadi. O'ylashinglar mumkin, ularning organizmi chiniqqanday deb. Lekin bu yoqda pediatr va terapevtning ham o'rni juda ham katta hisoblanadi. Hozirgi vaqtda eng katta muammo vrachlarning kerak emas tekshiruv va ko'riklarga bemorlarni yo'naltirishi bo'lib turibdi. Bolani burni oqayotgan bo'lsa, uni yuvish shart degani emas, yoki issig'i chiqayotgan bo'lsa, u har doim ham tomog'idan bo'vermaydi. Har xil joyda ishlab, bunaqa vrachlarni juda ham ko'p uchratdim. Lekin hozirda ishlayotgan joyimda pediatr va terapevtlarni har bitta kasalga individual yondoshishi juda ham quvontiradi. Bu videoni shunaqa chin dildan ishlaydigan pediatr va terapevtlarga jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin.